Olmaliq shahridan, internet mahallasidan juda ham zo'r hovli topib qo'yganmiz. Marhamat, ko'rishinglar mumkin. Arendani beraman. Bu tomonda 17-maktabdan kirib kelganlarda bir 200 metr yurasizlar, hamda uyni ko'rsataman. Marhamat, ko'rishinglar mumkin. Uyimiz juda ham chiroyli ekan. Qaranglar, kattagina hovli, umumiy maydon 8 sotixdan iborat. Bu tomonda garajlari bor o'zini. Bemalol 2-3 ta mashinalarni joylab qo'ysanglar bo'ladi. Bu tomonda esa mana ko'rishinglar mumkin, tandir, o'choq, molxona, tovuqxonalari ham mavjud. Hamda mana bu tomonda bitta binomiz bo'ladi. Qaranglar, kattagina bino. Mana shu bino bilan bu binomizda alohida. Ya'ni bu uyimizda 2 ta oilaga mo'ljallangan 8 sotixli 8 ta xonadonga ega. Har bitta xonalarga alohida kirish imkoniyatlari bor. O'zlarini banya, saunalari mavjud. Hamda bu tomonda 3 ta xona, tepada yana bitta katta mehmonxona, 4 ta xona. Bu tomonda ham 4 ta xona. Ya'ni 2 ta oilaga bemalol ishlaylar bo'ladi. Katyollari ham, isitish tizimlari ham ikkalasiniga alohida joylashgan. Bu uyimizga 2 tomonlama kirish eshiklari mavjud. Bu tomonda ham katta darvoza bo'ladigan bo'lsa, mana bu tomonda ham bitta katta darvoza mavjud. Marhamat, ko'rishinglar mumkin. Juda ham chiroyli bo'lgan uyimiz. Bu tomonda yana bitta darvoza hamda 3-4 ta mashinani joylashga joylari ham bor. Uzun naveslargacha mavjud. Mana bu kravatlar, kachilyalar, uydagi hamma jihozlar mana shu uyda sizlarga qoldiriladi. Endi bu uyimiz narxiga keladigan bo'lsak, uygalar tomonidan mana shu katta uyimizga $95,000 so'rashmoqda. Yana bitta plyus tomoni, bu uyni bank orqali sotib olsangiz ham bo'ladi. Yana eng zo'r tomonlaridan biri, bu uyimiz 2 ta oilaga mo'ljallangan, ya'ni yarmi ham bo'lib sotiladi, yarmini bo'lib sotib olsangiz ham bo'ladi. Batafsil ma'lumotlar bo'yicha pastda raqamlarni qoldiramiz. Telefon qilib bog'lansanglar, bemalol kelishib baraka qilib ketsanglar bo'ladi.